xohlaysizmi yo'qmi, mana bu ong eshitdi-ku, eshitgandan keyin xuddi shu narsani informatsiyani tanaga tarqatishni boshlaydi. O'z-o'zidan bolangiz kasal, o'z-o'zidan turmush o'rtoq bilan urush, o'z-o'zidan qaynona bilan urush, ana shu narsa sekin tarqalish boshlaydi. Men sizlardan baland emasman, past emasman va men sizlar bilan har doim bir yo'ldaman. 4-5 tasi o'qituvchilar bo'lishgan. Agar topib bersam, tan berasanmi deganman. Ilmi bor inson qalbi sakinatda yashaydi. Shu narsaga chiqdimi, nimadir ilmning orqasidan chiqqan. Sekin yoshlarning ongiga kirib borishimiz kerak. To'g'ri. Kim unga tarjima qilib beradi? Yo'qda shu bir martada kirsin, sertifikatini olsin, bir martada o'qishga kirsin, shu bir martada hamma ilmni men bera olay deydi. Albatta, sizga muhit mana bu yoqdagi texnologiyani sizga yaratib berishsa, sizga shu sharoitni yaratib bersa, albatta siz rivojlanasiz. Mana operatsiya so'limda birorta inson o'lim topmasligi kerak. Maqsad u oliy cheksiz u.